محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hürmetli karındaşlarımız, bizdeki bu katımki dersimiz sünnetniki İslam dinideki orni. Yani kandak, yani müşniki üstüde toxtalımız. Aslında sünnet bu İslam dinideki orunda kandak ekanligini men mümin, men Müslüman diye adamga nisbatan bir uçuq bir haqiqat. Shundoq bo'lsa-mu, hozirgi davrniki o'zida Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam va Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamniki sunnat hadislariniki ustida har xil shundoq to'g'ri bo'lmagan, shundoq xato fikrniki o'zi bir qadar, ya'ni u yerda shundoq, ya'ni hangirgandek shundoq bu yerda chiqyapti. Shuning uchun bizniki iymon va tavhid darsimizdagi asosiy e'tiqodiy bir masala bo'lgandan keyin sunnatniki islom dinidagi o'rniki haqiqiy mana bo'lmasa bo'lmaydigan holatga kelish uchun bu bir diniy bir e'tiqodiy bir masala. Shuning uchun bu darsniki ustida biz to'xtalyapmiz. Endi oldingi darsimizda Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamniki payg'ambar ekanliginiki isbotlaydigan aqli, naqli ve ma'navi ve hissi delil. Shuningdek, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamniki o'ziniki shaxsiyati, ya'ni tarjima holi. Mana sahobalarniki tarjima holiniki o'zimi Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamniki payg'ambar ekanligini isbotlaydigan kuchimizning yetishicha mushniki ustidagi delillarniki ustida mana to'xtaldik. Endi la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh degan men mushu kelimeniki asos mazmuni ustida to'xtaldik. Endi bir odamniki mana islom diniga kiraman deyish uchun, ya'ni mu'min, musulmon bo'lish uchun u odam jazman la ilaha illalloh Muhammadun Rasululloh degan bu ikki so'zniki o'zini demasa, u odam islom diniga kirgancha bo'lmaydi. Bir odam la ilaha illalloh deb to'xtabdi. To'xtagan vaqtiga o'zida bu adam İslam dinine kirmeydi. O adam cezmen La ilahe illallah Muhammedur Resulullah, La ilahe illallah deb bo'lgandan keyin Muhammedun Resulullah, eşhedü en la ilahe illallah ve unundan keyin ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah degan mush ikkinchi cümleniki o'zini bu adam demese İslam dinine kirmeydi. Bu mana bütün Müslümanlar bir ittifak kelgan. İslam dinimizdeki Kur'an ve hadisda bu aniq qilib bekitilgan bir nima o haqiqat. Bunun hech qanday bir adamniki gumonichi yo'q. Unda bo'lgandan keyin Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning haqiqiy payg'ambar ekanligini men mushu kelime bilan kirish, islom diniga kirishdan iborat bo'lgan bu bir haqiqat bo'lsa, bu bizga nisbatan bu nimani taqozo qiladi? Nimani taqozo qiladi? Nima demakchi? Ya'ni Allah'dan başka hiç qanday bir ilah yo'q deb bo'lgandan keyin Muhammed alayhissalom Allah'niki elchisidir. Men bunuga guvohlik beraman degan gap nima degan gap? Har qanday bir aql o'shi joyida bo'lgan inson mana buniki nima demakchi bo'lganligini o'zicha o'qidi. Endi Allah'dan başka hiç qanday bir ilah yo'qdir. O Allah birdir, yeganidir, o mevcuttur. Onundan keyin Muhammed aleyhissalatu vesselam Allah'niki elchisidir degandan keyin bu adam qo'pib Allah birdir, o mevcuttur deb qo'yish bilan bu islom diniga kirmaydi. O adam jazman mana Muhammed aleyhissalom Allah'niki elchisi demese o diniga kirmaydi. Men mushuncha uçuq, men mushunda bir haqiqat bo'lsa, mana hozirgi kunda bunda bir fitne fasad, bunda bir epqaşti, bunda bir zalalet, bunda bir hata,
Muşunda gap sözlerniki o'ziniki chiqishi nima uchun chiqadi? Bu nima demakchi? Mana necha kunda yoki payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamniki payg'ambar ekanligini isbotlaydigan aqli va naqli, ma'naviy va hissiy. Shuningdek payg'ambar alayhissalomniki shaxsiyati, ya'ni tarjimoni, sahobilniki mushu ergashgan sahobilniki tarjimonligi hammasi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamniki payg'ambar ekanligini isbotlaydigan shundoq dalillarni mana o'zimizga qudrat yetkicha dedik va u deyildi. Bu nimani taqozo qiladi? Bu yerda Alloh taolo mushunda bir payg'ambarni evatib ekan, u Muhammad ekan. Ha shu payg'ambar bo'ldi deyish bilan kifoya bo'lamdi bu. Hech qanday bir odam buni ma'qulchi demaydi. Endi unda bo'lgan ekan, mana hozirgi kunniki o'zida meni Qur'onchilar deb deyotgan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamniki sunnat va hadislarga inkor qilayotgan. Meni mushundaq aqli gadiniga uyutib qolgan. Yaxshi niyatda bo'lmagan mushundaq bir turkum insonlar, ya'ni u yerdan, ya'ni mushundaq vaqirab, joqirab, ya'ni hangirabchi u yerdan chiqyapti. Bu nimani bildirdi bu? Nimish chiqdi? Endi bu Qur'onchilarniki, ya'ni hadis inkorchilarniki bu ahvollarniki o'zi bu yangi bir bo'lgan ahvol emas. Bu ahvollarning o'zi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lgan zamonda tortib, hatto payg'ambarimiz sunnat emas, Qur'oni Karimniki Allohning so'zi ekanligi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamniki payg'ambar ekanligi mana shu birinchi avvalgi zamonda tortib inkor qilib, uni o'shmalla qilib, qilmagan dushmani qilmagan bu shunda bir insonlarcha bo'lgan. Buningki maqsadi zodi bu islom dinini hech qanday yer sharida to'g'izmaslik. İslam dinini yer sharida bir yerdimi u yerda men musulmon degan odamni bu yerda to'g'izmaslik. Bu kufr va mushrikniki İslam dinidagi dushmanlarning, islom dinining dushmanlariniki asos g'oyasi mushu. Men mushundoq qilyapman demoqchimdi. Buning maqsadi shu. Mana bu maqsadi shu. Asosan bular yaruddukum, yana bular sizni ila aqoiz. Bular shunday yaxshi ko'rdiki, mana bular sizniki yana mu'min bo'lgandan keyin kendini kafir bo'lishi bu yaxshi ko'rdi. Ya'ni hammasi musulmon bo'lib ketsin deydimdi. Buning maqsadi shu. Lekin dunyoniki hech qanday bir ishi insonlarniki irodasiz bo'lmaydi. Vallazi arsala rasulahu bil huda va dinil haq liyuzrahu alad-din walau karihal kafirun. Liyuzra alad-din kullih walau karihal mushrikun. Mayli kafir yaxshi ko'rmasin, mushrik yaxshi ko'rmasin, Alloh taolo har qanday qilib mana islom dinini bütün yer şarının hemmesini nima qiladi? Umumlashtirdi va g'alaba qiladi. Bu amaliyat uchun bo'ldi. Mana payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lib 23 yil jarayonida hech qanday vaqt o'zida bu islom dushmanlari, mayli mushrik bo'lsin, mayli kafir bo'lsin, mayli yahudi bo'lsin, mayli xristian bo'lsin, bir minut sekund to'xtab qolgani yo'q. Qanday qilib mushu islom dinini yo'q qilaman? Yo'q qilamiz. Qanday qilib musulmonlarni dindan yonduramiz? Qanday qilib musulmon bo'lgan kishilarni o'ziniki dindan nafratlanadigan, o'ziniki diniga ishonmaydigan, ishonsimi yarim yota bir yo'q holatda mushtaq qilamiz. Shu qilish orqali bizniki ideologiyamiz bilan biz bilan o'xshash bo'la deb mushtaq kurash qilayotgan bir turkum kuchlar, ya'ni yer sharining ustida hech qanday vaqt o'zida to'xtab qolgani yo'q. Buningki kuchi mayli oshkor olsun, maxfiy olsun, iqtisodiy olsun, siyosiy olsun, mayli qanday bir tarafda bo'lsin, zodi islom dinimizga bo'lgan o'shmanlik hech qanday vaqt o'zida odamniki bizning aqlimizga o'ylab boqmagan darajada shu dushmanlik bor. Mana bo'libmi hozirgi davrniki o'zida, islom dinimizga bo'lgan mana bu dushmanlik her tarafdan bor. Hozirgi kunniki o'zida mana bu haqiqiy musulmon, haqiqiy mana dushman, mana bu islom dinimizning dushmani u yerda qilib, men musulmon deyotgan, men Allohniki bor ekanligi ishonaman, Muhammad alayhisolamniki payg'ambarlikka ishonaman deyotgan
men muşuk kişilarniki o'zi ichidan, muşuk kişilardan dinga o'sh, islom dinimizga o'sh ham uni bilmaslikdan iborat bo'lgan cho'ng bir bu yerda jaholat va xatar ahvollar hozir bu yerda shu jamiyatimizga chiqyotdi. Aslida biz islom dinimizga e'tiqod qilgan har bir mo'min musulmonning o'zi qildigan ish bu emas. Islom diniga kirib bo'lgandan keyin umumyüzlük her bir mümin, Müslüman, mayli er olsun, ayol olsun, mayli alim olsun, mayli adet kişi olsun, yüzniki dini itikadı olan bu İslam dini ibaret olan bu mislsiz bir nimetniki yüzünü Allah Teala o adamga müşerref kılıp mene mümin, Müslüman kandiken bu adam bunu da toxtab qalmay yeni bir insanlarniki yüzünü mü şunuğa kirişke asli davet kılış gerekti. Asli bunu talep kılıdı. Çünkü İslam dinine kirmey, Müslüman bulmağa adamdaki yüzü, hazır mene közümüzdeki aynen aldı da ot köydü. Hazır mene hissim şu cemiyetimizde bir adam yüzünü otka yakıp ot köyüvasa kim kalap duralaydı? Kim karap duralaydı? Kim ciddi alaydı? Mene Müslüman bulmağa adamdaki yüzü, mene şundak buludu. Bunu da hiç kandak şeki yok. Dözek hak. Onunki karşısında olan yaxşı iş kısa cennet kiriş o hak o dünyada var. Mene bizdeki bu itikadımız, bizdeki düşüncemiz muşunda boğay yerde olgandiken, muşun hazır yer şarındaki üzerinden 7 milyar, 8 milyar etrafındaki insanlardan 2 milyar etrafındaki Müslümanlar hazır, ben Müslüman da badıdım. Anda o andiken 5 milyar etrafındaki insanlar bu kafir. Yani bu dünyanın işi meylendi. Dünya müşlah mağdu. Bu sınak dünya olan ki mez yüz kandaksa tehi kafirlik işine ait uddan git pardon. Uddan buludu. Yani ölgen deyken cezmen bu yeni bir hayat var. Bizim itikadımız şu. Bu hayat nesi emez. Cezmen biz muş hayatı dünyada kandak olan bolsak, yani o dünya bağa vakta şunda tirilip kopimiz. Her bir kayıştın hesap verimiz. Bunun hiç kadar şey yok. Yani muşundak itikad boğa yenik üzerinden bu 5 milyar etrafındaki şu insanlar biz çokunu vatkan deydi hata. Mosum hazırki cahiliyet devrindeki üzerinden men andakken, mandakken, meli siyasi nim bolsun onu giyipini kılış aşında çoğun bilip vatkan adamın üzü dözak kirmekçi. Hazır bu hayatındaki üzerinden 40-50 yıl ya 60-70 yıl ömür gördü bu az. Onun değil ki hayat çoğun. O yıl yok ya da ebed şundakçı ödüdüğün gibi. Biz müşünü okuttuğun yerde əsli ulunu biz İslam dinine kirişten ibaret olan şu vazifeni kılışımız gerek idi. Lakin biz onu çok kılmayı vatımız. Kandak vatımız? Özümüz men Müslüman diyen müşrik kişilerindeki içinde her xil məqsəd, her xil niyet, her xil müşündak fikrindeki sebebidin bir-birisi bilen ixtilaf, bir-birisi bölünüş ve bir-birisindeki müşündak her xil ziyankeşlik işini qatqanlığını çok görüvatımız. Öz işimizdeki işler bilen şu meşgul buvatımız. Asli men mümin Müslüman degandeki bu adamlarniki özü, men Kur'an, asli hadis İkisi mene beden bilen ruhga o'xshaydigan bir haqiqat. Bunga hech qanday bir narsa to'g'ri kelmaydi hamdi. Haqiqat ekanligidan. Endi shunda bo'lgandan keyin biz shunda qilish kerak edi. Lekin insonlar mana bu hayoti dunyodagi bu insonlarniki o'zidan kechimi kunduz hech qanday vaqtning o'zida arilmaydigan, mayli hissin, hech qanday bir yerda mena qilib qolmaydigan bir dushman bor. U nima u? Shayton. Mana uniki mene azaları var, şeytanlaşkan insan var, abiyatın degende. Kandak kılıp bu insanların özüne özemi okşay dözek kirgan kılamende. Mene her nemini kulu demdi. Asil vazifemiz mene şu Müslüman bulmağa adamını İslam dinine giriş gerekti. Lakin Müslüman bulmağa adamlarınki özü, oluniki yüzü şu vazifesini ötep kalan adamını da hidayetlik sebep oludgan hareket kılış gerek edip. Sözü de, ahlakı da, muamelesi de, vadisi de, bütün hayatı da Müslüman degen muşunda bu iş gerekken dep kalan adamın özü nefret emez. Kalan adamın özü dinine girsem muşdan yaxşı olurken bir haletki keliş gerek edi. Lekin ondan çok bulmaymadı demdi. Ne biçim? Bu İslam dinindeki düşmanları tarihten bu yan toxtab qalğını yok. Mene Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamber boğan zamandan tatip
Ta Peygamber men peygamber emasken dedi. Şu canın üzüden men Peygamber tercümanlarımız bölümüz okan bolsak. Mene saranken dep baktı, kahin dep baktı, bu rambal dep baktı, cadıgar dep baktı, undak dep baktı, yalgan dep baktı, bu kazzapken dep baktı. Şu canını tartıp bu İslam dini olan düşmanlıkniki mene başlanışı mene aş vakti daha toxta pağınıçı yok. Şimdi bu düşmanlarniki yelimisi ve onunki işi bizdeki aklımız yetmeydiğin derecede müştakçı çıkkandı. Şimdi bununki hazır yediske inkar kılıdığan, yedis İslam dinindeki asası menbaasiniki birisi bulmaydı devatkan. Men muşundak mene bir oçum, az sandaki bir oçum kişilerniki üze bu yerdeki çıkıvatıdı. Bu yerde her yerde hazır muşun. Dünyanınki üze uçuruşup ketken dünyanın üzü de bu her yerde tarqavatıdı. Her de kuvatıdı. Hem bu işleki üze Peygamber sallallahu zamanında şunda bolsa mı? Onundaki sahabeniki devriniki üzü de uçuk. Yediske inkar kılıp yedisi çok köz ilmaydigan işler men şahsi halette barlık kelgen. Bunun da Ayşe radhiyallahu taala anhadan rivayet qilgan bir hadisda şundak degan. Ayşe'den so'ragan şu mazmunda hadisi var. Ya Ayşem biz adet kömügen vaqtning üzüden namaz okumasak bolamdı. Onu kazası kılmasak bolamdı dep bu Kur'an'ın nerede bakken degan mazmunda bir hadisi var. Şu çağın üzüde Ayşen, mene bizni Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu vaxtdaki üzüde biz adet gördük, ama namazı kazası kılışka vurmaydı, onda kılmaydı degen. Ve onundan başka İmran ibn Hüseyin radıyallahu ta'ala anh'unki ve bu sahabeniki devri şu vaxtdaki üzüde İmran ibn Hüseyin degen radıyallahu ta'ala anh'a men bir adam şuna degen. Ya İmran ismi Ebi Necid künyeti. Ya İmran, ya Ebi Necid sen bir mince yedis de müştak deysen. Müştak şu dıvat sen. Muşunda dıvatka yerde bu gapning üzerine hiç Kur'an'da tapamayatımız o. Kur'an'ın nerede var bu? Degen. Degen deken İmran diyorsan sen onda olsa Kur'an okum sen degen. Her degen Kur'an okumap sen. Dep açtakçı cevapçı birişken. Cevap bergen. Men muş mazmunda ve onundan başka men bir qancha yedisler çok var. Hem Ömer radıyallahu ta'ala'nın zamanında muşunda. Yani yedis nerede yedis devatsan, anda devatsan bu Kur'an'da yoktuğsa deydiğen men muşu insanlar şu vaktin üzüde barlık kelgen. Bunun deyken mene Osman radıyallahu ta'ala'nın şehit kılındı. Mene bulup mu Ali radıyallahu ta'ala'nın şehit kılıngan deyken anı deyken bir oçum. Cemaat şekilde resmi yediske inkar kılıngan bir pırkıla vücudu geldi. Bununki işi de Havariç, Şii, Mu'tezile ve onun başka batini mezhepti ki mesela İsmail Ağa Haniyen, İsmailiyen, Duruzini, Nusayriyen diğerleri men muşunda pırkılarınki üzü yediske inkar kılıngan işlerçi barlıkçı geldi. Pırkılar çıktı. Bununki beşi de mene nemeden çıktı sen? Bununki beşiden rejim meselesindeki üzüde inkar kılıdığan bir oçum bu yer güçler çıktı. Bu havariç. Bunlar ne mi dedi? Rejimdeki üzü Kur'an-ı Kerim'de yok. Kur'an-ı Kerim'de fakat derri var. Derri oğandaki rejimdeki üzü bu yedista. Yani yedisi bakken biz o Kur'an'da yokken biz onu çok inkar kılmayız, onu ihra kılmayız. Biz o bombaydıgan iş o rejim degen gap yok. Qalap turib aşında bu adamni taşda öldürüp müştak kılgan şunda vahşi iş var mı dep şu vaqtning üzüde bu havarijlar şu çağın üzüde yedislikçi inkar kılgan. Ondan başka putqu mesih qilish. Bile putqu mesih qilishning üzü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de rivayet kılan yedislikki üzü meşhurlukda men mutavatir dereceye yedidigan men manisi tarafdan şundak naciq rivayetga asasen berkitilgan bir nima o iş. Mesih qilish putqa. Kur'an-ı Kerim'de putu yuyish var. Mesih qilish yedisi bilan sabit bo'lgan deb hamma ulamolar buni ittifoq kelgan. Bunun da hattoki 70'lerce, 80'lerce yoki onun jiq sahabida rivayet qilgan Peygamber aleyhissalatu vesselam putqu Mesih qilgan degan mazmun hadisi var.
Bununla yine havariciler hadisga inkar kılan şu vaxtdaki üzüdeki aş mu'taziller ve onun başka Şia'li diyenler bunu unmaydı demdi. Bunu unmaydı, inkar kılıyordu. Bu Kur'an'da yoktursa, Kur'an'da tapamıdı. Kur'an'da tapamıgandayken bu kandak oludu. Dep mene aştaqçı deyişken. Mene bununki devri şu vaxtdaki üzüde barlıkken. Havarici kelsek, mene havaricindeki üzü. Mene sahabeliniki Kur'an-ı Kerim'deki şundak peziliti doğruluk mene bir kançı ayet toxtaldık. Ve onun da başka cık ayet daha var. Şunun da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de rivayet kılgan. Sahabeliniki peziliti ve ulaniki alaylık ikkenligini ispatlaydıgan bir kançı rivayet hadisler var. Şu hadislerge inkar kılıp ulan, unumay, şunun sahabeliniki yüzüge neme kıldığı karşı çıktı. Karşı çıkıp bile toxtap kalmay. Hatta ki Ali radıyallahu ta'ala anh'dek şunda katı zatniki yüzüne bunu öldürüvattı. Abdurrahman'ın Mulcem harici. Yani bu onu öldürüvattı. Bunu öldürüvattı sahabeliniki yüzüne. Yani şunu Katar'da yani Osman radıyallahu ta'ala anh'ı şehit kıvattı. Bu havaric men muşu derecege berik. Onundan başka havaricdeki şu vaxtdaki yüzüde bir kança vakaniki yüzüden bir vaka. Bu yada Abdullah ibn Habbab yani Habbab ibn Ert radıyallahu ta'ala anh'ın mu rivayet kılan bir hadis, bir mezmunu bu. Şununda muş İrahniki, muş Dicle bilen nemesinin ağırlığında şu vaxtı üzüde havaricler çıkıp bir para geldi kandayken şu çağdaki üzüdeki şu yerdeki yazılan yani şu Dicle deydi. Şu Dicle'ninki yani hasbe Dicle aşağıda o havaric geldiken de bu Kur'an'ın yüzü nayet korkup geldiken. Onu diyen aşın sen kapır, sen neymi deyip öldürüveren gepte bu havaricinin kelimesi. Şu çağın özüde şu sahabindeki birisi şu yerde nayet andırıp şu yerde çıkıyordu. Çıkkandaki havaricinin adı da sen palan sahabe şu mu deydi. Digendeki me deyip şuna deydi. Digendeki undak olsa muş iş doğruluk sen Peygamberden, Peygamber'den bir hadisi anlagan mı ten deydi. Digendeyken hemen anlagan. Ne mi deyip anlagan ten desen? Peygamber şuna digen deydi bu hadisin mezmunu. Bu hadiste yani fitne zamanındaki üzüde mene mağan kişiden olturvagan kişi yaxşı. Mene neme mağan kişiden turvagan kişi yaxşı. Turvagandan olturvagan kişi yaxşı. Olturvagan yetivagan yaxşı fitne zamanında arlaşmaydı. Digen mezmunda gepni kılıdı. Benim muş mezmunu digendeki muş gepni anladım digendeken şu çağın özde havariciler kirip undaq olsa sen hadi zamanda ne okuyup sen undaq olgan sen olturmagandikin sen ne kılmagandeken sen unda işte hazır qarab turgan undaq olsa seni biz öldürürüz dep apırıpla bu zatniki üzüne kaldızı kesip atıdı. Bu çağın özde deryağı taşıvadıdı. Taşıvetişiyle birlikte o zatniki ayalı eğrayakken ayağının karnını, kosuğunu yerip, balısını tatıp öldürüyordu. Körem benim aşağıda. Havaric şu vaktin üzüde, men muşundak derecede bu yedisine inkar kılgan işindeki üzü şu vaktin üzücü barlık gelgen. Bu havaric, men buradaki tarifi, bu neyse hakikat karşı turduğun. Kur'an yedisine unmaydıgan, yani yedisindeki umum mezmunu unmaydıgan, onu cahil, onun ait hissiyatcan, aşında bir türküm insanlar. Hakkı karşı çıkadığan, mene hakkı karşı çıkıp, İslam dinindeki çeykede turmayın. Her dedin ziyade eşip kedediğen. Turmay zade dinindeki yüzü yüz men kalimen dep, ibadetimi şundak kıldım dep, naiti çeykeden eşip kedediğen bir türküm insanlar bu. Bu doğruluk, men havaric, kanda bir neyim boludu diyen de vakti üzüden. Aslında, mene bu havaric diyen, şu haracadan çıkıyordu, haraca diyen gep, yani çıktı, karşı çıktı diyen gep. Yani hakikatka karşı çıktı. Şu vaktindeki üzüden, yani İslami halafetka karşı çıkan bir türküm insanlar. Yani Ali radıyallahu ta'ala, Muaviye radıyallahu ta'ala karşı çıkıp, bakasını öldürümüzde bunu kasem kılışıp, yani 13.000 adamla haruri, aşağı tarafı jığıp kalan bir türküm insanlar. Yani bununki itikadı da, her kandan bir adam, günah kebir kız kapır. Şunda bir hüküm koludu bununki itikadı da, kandak bir ne olsa zahir karab, zahirde ya hadis ya Kur'an'da zahir muvafiken mi geldik dinden çıktı. Dinden çıktı yani öldürsek buludu. Dep muşunda itikat buludu, onun da başka itikatları var. Bu zamanımızda hem var mı şu ehli tekbir, ehli zahir deyimiz. Yani bu. Yeni birisi geldi deyken, muşu yani Şia.
Şialikki o'zi, ya'ni hozirgi ravofiz, ya'ni Şiali shu. Şiali mu Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilgan hech qadar unmaydi. Inkor qiladi bular. Sahih Buxoriy, Sahih Muslim, Tirmizi, Ibn Majah, Abu Davud ve onun başka Nesai qatorliq, ya'ni ashab kutubi sitta ve onun başka rivoyat qilgan hadisga bular hech qanday unmaydi ma Şia mazhabidagilar. Şia mayli İran'daki İsna Aşari Şiasi olsun, mayli o Fatimisi olsun, ya ki Caferi olsun, ya o olsun, ya bu olsun, bular bu hadisga qat'iy unmaydi. Bunu itiraf qilib unmaydi. Unmay, onun iki ayrım bir hadis kitabı var. Bunun iki özün itiqadida aşılab to'g'ri bo'lgan kafi deydigan bir kitabı var. Hadis Sahih Buxoriyda shunday cho'ng biladigan. Bunun iki itiqadida imamdan rivoyat qilgan hadislar var. Şunu da biz onu da rivoyat uni qabul qilamiz, boshqasi qabul qilmaymiz deb. Abu Hurayra, onun var Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'ud ve onun başka Abdullah ibn Ömer qatorliq Ayşe o qat'iy qilmaydi. O hadisga qat'iy uni inkor, uni e'tirof qilmaydi. Uni qabul qilmaydi. Ammo o'zi manfaat kelgan vaqt o'zida mandaq degan deb uni unmaydi. Buniki o'rtaq nemisi mel Havarij, mayli Şia olsun yoki Mu'tazila olsun, Abu Hurayra radhiyallohu ta'ala anhuga nait o'sh. Chunki hadisniki buniki deyishcha Ciki Ebu Hureyre'den rivayet qilgan. Bu Ebu Hureyre'niki Müslüman bo'lishi 2-3 yil bo'lgan yoki undan az bo'lgan. Bu qandoq qilib 5-6 ming, 10 necha ming hadisini bu qandoq qilib rivayet qiladi, boshqa unda qilmaydi deb. Mana ha deb Ebu Hureyre radhiyallohu ta'ala anhuniki mana sha'niga har xil pitipasatlarni mana to'ldirdi. Kunimizdagi Qur'onchilar deyotgan Şia itiqadiga muvofiq kelgan bir nimalar o bir turkum, yani İslam dinimizga qarshi, yani hadisga qarshi chiqqan aksiyatchilar bular. Bu nayt az. Yani bu shu Şia bilan birishib qoladi. Buniki itiqadi. Yeni birisi anladıkken bularniki yeni birisi Mu'tazila. Mu'tazila firqa deymiz. Yani buniki asas nemisi mi? Hadis inkar qilish. Hadis sahih, hadisda sabit bo'lgan, itiqadga oid bo'lgan. Mushundaq şafaat, sırat, mana sırat deydigan Allah'ını ko'rish, mana ko'rik, havz kavsar degan hadislarda sabit bo'lgan, mana islom dinimizga oid bo'lgan itiqadniki hadis sabit hammasiga nima qiladi bular inkor qiladi. Bu Mu'taziliniki bu o'rtaq nemisi o aloyligi. Bunun iki asas nemisi aqlni birinchi o'ringa qo'ydi. Ya'ni bir narsaniki haq yoki xato ekanligini Qur'on vahiy bo'lmasimi Adamniki aql tafakkur meni bilalaydi. Bir narsaniki go'zal yoki eski yo sat ekanligini aql biladi deydi. Hadis kelmasin, ya'ni vahiy kelmasin, Qur'on bo'lmasin, mushta bilalaydi deb aqloniyatchilik hozirgi davrniki o'zida har qanday narsaning o'zini aqli bo'yicha mana o'ylab shu bo'yicha qilamiz deydi. Mana Qur'onningki ustidimi aqlni-chu, Qur'onning ustida chu ko'rdi. Hadisni uzoq qarmaydi. Mana şu Mu'tazilaniki, şu barlık kelishniki o'zi, mana barlık kelishniki o'zi İslam dinimizga cho'ng bir ofatni olib kelgan. Mana buniki qatorda mana Vasil ibn Ata, Abdul Jabbar Ta'i va undan boshqa mana Juhmiy deydigan bir qancha olimlari va undan boshqa Nizomiy, mana Jahiz deydigan ashunda bir turkum katta, ya'ni ilmidor ashunda bir insonlar chiqqan. Bular şu vaqt o'zida İslam dünyası bir mezgil ular parakende çok qilgan. Bular asosan hokimiyat o'rniga chiqib olgan. Shu qilish orqali shu chan o'zida mana sanmagan fitna fasodda oz qilib qolgan. Buniki asos nemasi bizniki aqlimizga to'g'ri kelsa qabul qilamiz, bo'lmasa qabul qilmaymiz deydi. Buniki mana etiqodida mana Devzaklar cennetdeki iki tarafındaki otur bir joy oldu. Yani günah kebiri qilganlar ya devzak kirmeydi, cennet kirmeydi, ikisinin ortada qolib qoldi. Ya Müslüman degan olmaydi, kafir olmaydi deydigan mushundaq nimalar var, etiqadi var. Ve onun başka ahkam meseledeki üzüde köpünüzü unutmaydı. Buniki mana Mu'taziliniki asas munkariz olgan bu fikirniki üzü 3. 4. asır munkariz olgan. Bu da asas tügendikken bu müsteşrik ve garipniki muşundak suikastları bilen şu
yo'qolib ketgan ash fikrniki o'zini yangi zamonning o'zida musulmon dunyosini istilo qilaman degan maqsadda bu g'arblarniki o'zi mana bu fikr o'ttirg'ichi chiqqan. O'ttirg'a chiqib anadekin aqloniyatchilik, islohot, yo'ritish, yangilik deganidek ashudaq fikrlarni o'ttirg'ichi qo'ygan. Qo'yish orqali anadekin mana o'zi men musulmon deydi, o'zidagi ota-onasi musulmon, mana terisi musulmon, ammo fikri g'arbdan olgan, shu g'arb bo'lgan islom dinimizdagi islom dunyosining dushmani bo'lgan, islom dushmanlaridan olgan bir turkum insonlar vujudga chiqqan. Bu Mu'tazilniki e'tiqodichi bu. Mana bular hadis asosan nima qiladi? Bular inkor qiladi. İnkar qilib bu hadis sabit bo'lgan ahkomlarga unumaydi. Mana bularniki mana sabit, ya'ni shu vaqtning o'zida mana bular mazhab e'tibori bilan shu vaqtniki o'zida hadisga unmaslikdan iborat bo'lgan shundoq firqalarcha vujud chiqqan. Uningdan boshqa mesela Hududi, İttihadi, mana İsmailiya, Nusayriya, Duruzini va shuningdek Babiya, Buhaiya, Qadiyani deydigan mana hozirgi zamondagi Qur'onchilardek mana shu vaqtning o'zidami men Qur'onchi deb atalsa, mushu e'tiqoddagi insonlar mana hadisga inkor qiladigan islom diniga o'shballik qilib, har xil mushundoq suiqasdni ishlatish orqali mana musulmonlarni bo'lish, pochilashdan iborat bo'lgan mushta ishlarni qilgan. Buning ichidagi eng yomoni mana Mu'tazila. Har qanday narsani o'zidagi aqlga qarab tafsir va aqlga qarab tushuncha. Bu yerda islom dinimiz insonniki vujudiki aqlniki mana bar ekanlikka u nima qiladi? U bar ekanligi sabit qiladi. Uni hech qanday inkor qilmaydi. Aqlni ishlating deb Qur'oni Karim, hadis Rasulullohda Qur'oni Karim nochiq oyatlar bor. Ya'ni aqlni ishlash orqali tafakkur qilish har bir musulmon, mu'min er ayolga bu farz deb qaraladi. Lekin aqlniki ishlatish u bir maxluq bo'lgandan keyin maxluqniki doirasi Qur'oni Karim, hadis Rasulullohning doirasining ichida bo'lishi kerak. Unidan o'rlab kelsa bo'lmaydi deb qaraymiz. Shu orqali ishlatdim. Dunyoviy ishlarni, dunyodagi tijorat, dunyodagi sanoat, dunyodagi hunar va uning boshqa turmush ishingizni yangilash, turmushingizni osonlashtirish deganidek Alloh taolo mushunda yaratib sizga saqlab qo'ygan narsani uni men tep chiqib shu orqali manfaatlash buni ishlatdim. Ammo u narsaki aqlniki o'zi bir maxluq bo'lgandan keyin, u bir ma'nida paydo bo'lgandan keyin buni qarta anadiki siz uningda yuqori bo'lgan vahiyniki ustiga cho'q qo'yamang deb bunday nima qilamiz? Bunaqa qaraymiz. Mana bularniki o'zi mana hadisga inkor qiladigan mushundoq jamoatniki o'zi shu vaqtning o'zicha barliqcha kelgan. Endi bu mazmunniki izida, bu mazmunniki ustida nihoyat jiq mana ma'lumotlar bor. Hozir bu dars e'tibori bilan bo'lgandan keyin men mushunchalik nima qilamiz u yerda deymiz. Shuningdek mana hozir sanab o'tgan mushu Qadiyaniya, Nusayri, Duruzini, Ag'axoniya, Ismailiya degan ahli botindan iborat bo'lgan musulmonlarniki islom oliminiki umumisi bu kofir deb belgitgan. Bularniki o'zimi hadisga hargiz nima qilmaydi, ular unmaydi. Hadisi e'tirof qilmaydi. Sahih Buxoriy, Sahih Muslim, Tirmiziy, Jami, mana Nasai deyildi rivoyat qilgan hadisniki o'zini bu inkorchi qiladi. Uni qabul qilmaydi. Qabul qilmay shu dindichi ular chiqadi. Ular bo'lmasa Qur'on deydi. Qur'onni o'zidagi xohish bo'yicha tafsir qilib, o'zidagi fikri, aql bo'yicha tafsir qilib, men hadisga men nima qilmayman, men uni unmayman. Sahobaning gapiga unmayman. Meni mufassir tarixini o'tgan katta mena olimlarniki, mufassir olimlarning gapiga unmayman. Men o'zimni bir olim bo'lgandan keyin ayrim o'zimniki musho bilmi yoki aqliga asosan men tafsir qilaman deb Qur'oni Karimni mushtaq tafsir qilib, bular shu yaxshi niyati bo'lmagan, yomon niyati bo'lganligi uchun buni mushtaq nima qilib ketgan, ular ezib ketgan. Bo'lmasa bularning hammasi Qur'on deyildi. Qur'on deb turib mushtaq ezib ketganlardi. Endi unda bo'lgandan keyin mana bizdagi hozirgi zamonimizdagi mana bu yerda hadisga inkor qilgan yangi zamonniki o'zidan bo'lib bu 19-asrlarniki mana o'ttirlardan boshlab bu ish yangidan vujudga kelgan. Bu ishniki o'zi yangidan vujudga kelishi
G'arblarniki mana islom dunyosini istilo qilish va uni mustamlaka qilish jarayonidan mana bu musulmonlarni qandoq qilib mana idora qilib ularni mustamlaka qul qilishligi mana ular mana mushniki planini qilish orqali bu yerda o'ttirgan mana Qur'onga inkor qilishdan iborat bo'lgan o'zi xizmat qilgan bir qancha odamni bu yer o'ttiruvchi chiqqan. Men o'tiriq chiqib shuning bilan bu yerda Qur'onga inkor qilgan o'zligi aql bo'yicha mana tafakkur qiladigan, aql bo'yicha tafsir qilgan bir turkum insonlar chiqib bizga faqat Qur'oni Karimni yetadi. Qur'oni Karimdan boshqa yediz bizga yetmaydi. Qur'oni Karimdan o'zi hammasi Qur'oni Karim bor. Bizga yetadi deydigan mana yangi zamonimizdagi mushundaq bir turkum insonlar mana bu yerda nima qilgan vujudga chiqqan. Mana buniki birinchi qitim vujudga chiqishdagi o'zi Hindiston Pokistonda Ahmad Xon degan bir odam mana 1871-yil mana 1871-yil mana vujud kelgan tug'ilgan odam. Mana shu vaqtdagi o'zida mana Abdullah Jakravali, Ahmad Parviz deganidek men mush odamlarniki o'zi mana bu Qur'onga inkor qilib, men nima yedisiga inkor qiladigan men mushundaq bir turkum insonlar nima qilgan vujudga chiqqan. Mana bularniki o'zi Qur'oni Karimni mana asos qilamiz. Qur'oni Karim bizga e'tiqodi, ahkam, har qanday tarafda Qur'oni Karim yetadi. Bizga karimiz yo'q. Yetishib biz bo'lmaydi. Manba Qur'onni qilamiz, Qur'oni Karim qilamiz deydigan mushunda bir turkum insonlar vujudga chiqqan. Mana bularniki o'zini nima deb atalgan? Shu vaqtning o'zida Qur'onchilar deb atab, Qur'onchilar deb atagandan keyin buni asli Qur'onchilar bular deb tanqidiy usulniki o'zi shu vaqtda atalgan. Keyin anadagi bu Qur'onchilar deganda bu gaplarning o'zida bu odamlar o'zi voy Qur'onchilar degan bu Qur'onga biz degan ekan deb buni o'ziga hurmat deb bilib, andiki bularniki o'zi biz Qur'onchilar degan vujudga bunda ismni qo'ygan. Shu vaqtdagi o'zida andiki ahli Qur'on, ahli zikri, andiki musulmon hunafa deydigan ism bilan bular vujudga kelgan. Aslida Qur'onchilarniki o'zi Qur'onchilar deb kelsa, o'chanizda hammadan bir o'rtaq bir nima o'n e'tiqod qilgan bir narsa. Bu yerda mayli biz olayli, boshqalar olayli, hammasi Qur'onga zot Qur'onga ergishadi. Bu yerda bu bir suiy qasd kelim bo'lgandan keyin kelimatu haqqin yuradu bihi batil deydigan bir mashhur bir gap bor. Bu qarmoqqa bir haq gap bo'lgan bilan buniki tigidan yomon maqsad bo'lgan bir xato bir narsa nima qiliniq bunida iroda qilgan bir gap. Yani biz Qur'onchilar deganki biz Qur'onni yetadi, bizga yetishcho, yetmishmicho bo'ladi. Yetsa karimiz yo'q, yetsa bizga yetmaydi deb mushtaq nima qilgan narsa kishilar shu. Mana bu. Endi bu Qur'oni Karimni mushundaq mana inkor qiladigan, mana yetishga inkor qiladigan, men mushundaq kishilarning o'zi oyati degandek, mana bu birinchi bo'lib shu Hindistonda mana paydo bo'lgan Ahmad Xon deymiz 1817-yili tug'ilib 1898-yili mana vafot bo'lgan bir odam. Mana bu odamning o'zi bu Inglizlar Hindistonga kelishligi oldida shu vaqtning o'zidagi podshohlik bilan noyati qulq bir aloqasi bo'lgan bir oilada kelib chiqqan bir odam ekan. Mana bu odamning o'zida bu Inglizlar shu vaqtning o'zida musulmonlar noyati ularga qarshi chiqib inqilob etib bo'lgandan keyin buni qandoq qilib besiq turish masalasi uçan özde fikir qilib yurgan vaqt o'zida men bu odam shu vaqt o'zida o'sha Inglizlarniki nemisida bir shirkatida bir ishlab unidagi ma'lumlar uni yaqinlashgandan keyin bu odamni aniki inglizlar ko'tirib anidagi voysildagi andaga odam ekan mandaga odam ekanda bu Hindistonning yulduzlar deb o'tirib shuni anidagi bu odam yedisiga inkor qilgan. Mana payg'ambarlarga Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'daki ahirki peygamber ekanligi inkor qilgan bir mazhabni o'ttirguchi bu çok qo'ydandi. Qo'yishida bu shunga bu yerda vujudga meni çok keladi. İkincisi hamda G'ulom Ahmad Parviz meni deymiz. G'ulom Ahmad Parviz degan odamning o'zi meni 1903-yili 1903-yili tug'ilib 1985-yili vafot bo'lgan bir Hindistonlik adam ekan. Yani bu Hindistan'daki G'ulom Ahmad Parviz degan adam, mana bu adam
Mana 1985 yili mana bu yerda nima bo'ladi? U yerdan vafotchi bo'ladi. Endi undan keyin Misrda bu adamniki fikri Misrga yo'tkilib, Misrda andikin Ahmad Subiy Mansur deganidek va undan boshqa Ahmad Amin va undan boshqa bir qancha adamlarniki o'zi bu Qur'onchilarniki fikrini o'tiruvchi chiqqan. Bu chaqdagi o'zida bu Ahmad Subiy Mansur degan adam shu vaqtdagi o'zida bu asl Azharda o'qib, Azharda mudarrislik qildi ekan. Azharda mudarrislik qilgandan keyin bu 80-yildagi bir gapkan. Şu vaqtning o'zida bu adam Yedisga inkor qilgan ash gapni da'vagandan keyin u vaqt o'zida buni shu Azharniki mudarrisni ib tashlab, undan keyin bu yerda Azhar va diniy ishlar nemisidan bu yerda da'vo etib shu orqali buni turmuş soludi. Turmuşdan chiqqandan keyin bu u yerda tura olmay, shunga bu Amerika qochib ketdi. Siyosiy panohlik izlab, Amerika qochib ketgandan keyin u yerdagi shu Amerikaniki Virginia degan viloyatda shu yerda yashaydi ekan. Şu yerda yaşab yürüp yüzdeki muşuk Kur'an, İslam dinindeki asas menbeyi biz bilen Yedis'e hiç kanda bizdeki alakamız yok. Bu Yedis'teki yüzü tukulma, bizge hiç kanda bir eskatmaydı bu. Bizge asasa Kur'an itikadi ve ameli ve onu ahkam tarafından hemmesi Kur'an yedido deydiğen men muşuk yapniki yüzüne men oturup şu yerda hareket yaparken. Onu karta anadiken bir minçe adam onunki yandaş. Ne buludu hazırman yani şu anda bak. Böyle bulunaki fikrini, Kur'ançılarınki asas fikrini kollaydı Allah. Muşu devlet orulları da işlep katkan, muşu üniversite ali ilim yurtları dep atılıvatkan aşağıdaki mene okutkuçular ve onun para pusup doktorlar diğerler asasen bu işleci yakalaydı. Böyle bula asasa bunu kötüp çıkaran kişilerdeki üzücü bu. Bu oğandaki şu yerde kip çıkıp anladıkken her xil namda mene her xil gaplarni qilish orqali kunimizga mene Yedisga inkor qiladigan bu Qur'onchilarniki mene mavjud bo'lib biz yashayotgan bu rayonlarniki o'ziga kelishligi sababi men uchun mushadichu keliklik va undan boshqa bizdagi Uyg'ur jamiyatiga men mushundaq o'qimay mushu kishilarniki fikriga mene ta'sir uchrab yoki ularning kitoblarini mene o'qib shu qilish orqali anadiki bizdagi Uyg'ur jamiyatiga mushunda qamlashmagan mushunda xato fikrniki o'zini o'tirg'i chechishligi meni sababichu mushu. Bularniki yüzdeki mene oyu boyunca men haqiqatni tepib oldim deydigan men mushunda nimalar var, aqllar var. Bu nima o tüptün nimeti o hatati. Endi bu to'g'riliq Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'deki goya bir möcüz karakterlik meni Peygamber sallallahu degan ikki hadisi var. Biz bu şunuda to'xtalamiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'deki Ma'di Kerab radhiyallahu ta'ala anhudan rivayet qilgan hadisda Peygamberimiz shuni degan. Ela inni utitul kitabı ve mislahu ma'hu. Agavluna cazmen mene mana Allah Teala kitapni yani Kur'an-ı Kerim'i berdi. Şunu deb Kur'an-ı Kerim'e o'xshaydigan yin bir narsani shu berdi. U nima? Yedis. Agavluna dikkat qilinglar. Ey musulmonlar. Mene uzoq qolmay bir odam chiqdi. U odam qo'shiq yo'g'an, qo'shiq to'q. O adamniki yüzdeki üstündeki yüzeden, unuduğundaki üstünde şundak yönülüp durup, o adam şundak deydi ki, ne mi deydi o? Aleyküm bihazal Kur'an. Sile muş Kur'an'ı tutunlar. Sile Kur'an'ı şu yetido. Fema vecettum bihi min halal fehilluhu. Sile Kur'an'daki halal dep tapkan nasi olsa sile onu halal de danla. Onu da haram dep degen nersi olgan bolsa, onu ço haramço dangla. Dep men muşundak neme koludu? Mene muşundak deydigan bir türküp insanlar çıkıp kalıdı. Mene Allah Teala Kur'an bilen mana Kur'an okşaydigan manevi taraftan bir nersi berdiki o nime sünnet. Mene muşu Kur'an'a esilsan boludu. Kur'an kipay koludu. Kur'an'ın başka dersini onu işelmana, onu taşvettanlar deydigan köy nime kosuğu tok. Yüzü nime cihazının üstüde şundak olturduğun, hiç kandak bir capa tatmaydıgan, deydigan benim muşunda bir insanlar çıkıyordu, bunun için dikkat kanala, hey müminler, Müslümanlar devatıdı. Benim peygambersen, benim muşu yedisindeki yüzünü,
Mana o'zi vafot bo'lishligi oldida bu firqalar chiqishligi oldida allamaqacha buni ogohlantirib bo'lgan. Bu amaliyotda shundoqchi deyil. Hozir nima deyapti hozirlar? Mana bizga Qur'on yetadi. Bizga nima? Hadis bo'lmasa bo'ladi. Qur'on nima dedi shu yetadi deyapti. Bu hadis, yeni bir hadisdan Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam shunda deydiki, yushaku ay yaqudar rajulu muttakin ala harekati. Mana bir adam o'zniki ustiga o'ltirib qiladigan bir zaman uzoq qolmaychi, mushunda qilgan bir kishi uzoq qolmay chiqadi. Mana u adam deydiki, mendan bir hadisni meniki mendan rivoyat qilgan bir hadisni ularcha rivoyat deydi. Deb u deydiki, voy bu hadisni bo'yicha biz bilan sizning o'tirgan Allohning kitobi va emasmi? Allah'ın kitabı olgandikin, siz şu Allah'ın kitabıda halal olgan halal dep e'tiqod qilinglar, haram bo'lganini haram dep e'tiqod qilinglar deydigan mushunda bir turkum insonlar meni uzoq qolmay, meni chiqdi deb meni Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam mushtaqchu degan. Meni amaliyotda shu. Bu yerda Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallamniki bir ikki mayat so'zi bor. Birisi rajulun shab'an ala harekati. Meni yeni bir hadisdan ay yaqudar rajulun muttakin ala harekati. Mana o'zniki ustilning o'zniki yani harakat degan mana yo'g'on ustal var, yani o'rindiq. Shuni da o'ltirdi degan gap. Anida bu shunda o'ltirdi, yana birisi qo'siq to'q degan gap. Yani qo'siq to'q degan nima? Beg'am. U hech qanday bu dinni, yani haqiqatni izlashda hech qanday bu odam mangmaydi u yerga deydi. U yerga menga bu ilm o'qisam bo'ldi deb japotat unda qilmaydigan. Rohat, qo'siq to'q, uning hech qanday g'ami yo'q. Hech qanday g'ami yo'q. Qo'siq to'q bo'lgandiki bu nima? U shahvat, o'zing nafsiga ergishadigan, shaytonning nafsiga ergishadigan insonlar demakchi. Men mushunda bir turkum insonlar hech qanday dinni o'qib baxmagan, dinda hech qanday mushunda men diniy odam emas, diniy odam bo'lmasimi ashunda Qur'on dinning ustida gap qiladigan. Qur'on yetadi deb hozir bizniki nimiz qarab baqadi. Dinda o'qimagan odamlarning ko'pincha, ya'ni u yerda men ziyoli yoki benas deyotgan odamni qarab baqsak, men mushi gaplarni qo'ydim. Qur'onda biz Qur'onni mana yetadi deyapti. Bu kim? Bu kim? Şu adamning o'zi Peygamber ayni degandek, qandaqan, hech qanday vaqtida dinni o'qishni tartib bilan o'qib baxmagan. Ya'ni boshda tortib tartib bilan ustodni tutib, unda o'qimay, u yerda mushundaq jo'zning ustida unda bularni tepilib, o'qilib, u yerda anglab, shundoq degan nimalar bu kishilar. Men mushi kishilar mushtaq deydi debdi, amaliyotda mushu hozir kunda buni muqaddimiz ko'ryapmiz. Mana Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallamniki, men mushi hadisniki o'zi, shu Qur'onchilar hadisni inkor qildigan bir turkum insonlarniki chiqadiganligi nima o aniq. Men chiqadi-da, bu hadis, bu mo'jiza. Bunu qarab hayron qolsaqchi bo'lmaydi. Peygamber allamaqacha buni xabar bergan. Ammo hayron qolsak bo'lmaydi deb uni sukut qilish turishga bo'lmaydi. Biz amal bor, haqiqatni mushta bilgan qadar mushta nima qilamiz uni deymiz. Bizdeki hozirgi meni darsimiz men mushakchi olsun, yeni bir qatim ders kişi. Yani bu Kur'ançılarniki inkarchilarning e'tiqodi va biz nima uchun Qur'on hadisni asosi deymiz. Bunga dalil deyman. Degan mazmunda Alloh nasib qilsa to'xtalamiz va oxir da'vona alhamdulillahi robbil alamin.